Afsuski, o'zbek shou-biznes olamida yana bir yo'qotish, yana bir serqirra ijodkor bu yorug' olamni tark etdi. O'zbek xalqining yuragini larzaga keltirdi. Taniqli komik aktyor, dizayn kulgu jamoasi a'zosi Dilshodbek Musabekov hayotdan ko'z yumdi. Bu haqda qiziqchi Ulug'bek Xolmedov ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida ma'lum qildi. Dilshodbek Musabekov 51 yoshda edi. U o'tgan yilgi intervyulardan birida dizayn guruhining 2023-yilgi konserti vaqtida yurak xurujini boshidan kechirganligi haqida aytgan edi. San'atkor faoliyati davomida Jaydari Zarba, Labbay Rais kabi filmlarda rol ijro etgan. Dilshodbek Musabekov 2025-yilda O'zbekiston prezidenti farmoni bilan Shuhrat medali sohibi bo'lib taqdirlangandi. U bugun hayotdan ko'z yumdi, ammo muxlislari hamda oila a'zolari, yaqinlari qalbida mangu yashaydi. Marhumning yaqinlariga hamda oila a'zolariga chuqur hamdardlik izhor etamiz.